Pil rastla chashqandan qo'rqamdi. Nemishqa hamma odam pil chashqandan qo'rqidi degan qarashga ishonadi. Bu haqiqatan munozir qilishga tegishli masala. Chunki tabiat dunyosidagi eng cho'ng quruqlik hayvoni bo'lgan pilning bir tal qulqig'im tang kelmaydigan chashqandan qo'rqishi haqiqatan odamni o'ylantiradi. Undaqda bugun men sizlarga bu temani taklif qilib beray. Zodi bu xil qarash to'g'rimi yoki o'ydirmimi? Hammamiz bilamiz, pil quruqlikdagi eng cho'ng sutemgich hayvon. Uning teni g'oyat zo'r, kuchimi texmi kuchlik. Terisi qalin, ekologik sistemada afzal o'rinda turadigan hukmron hisoblanadi. Odatdagi hayvonlarning uning tahdid silishi nihoyat tez. Chashqan bo'lsa jug'i kichik, harakati nihoyat chaqqan, ko'payish iqtidori kuchli, muhitga moslashish iqtidori nihoyat yaxshi bo'lgan jonliq. U o'zining alohida moslashish iqtidori orqali har xil murakkab muhitda yashay oladi. Undaqda boshda biz degandek pil bu harakati chaqqan bo'lgan chashqandan rostla qo'rqamdi. Nodir kino filmlarni dal vaqtida ko'rmoqchi bo'lsangiz, laglak 66 saloniga agishib eling. Oylik a'zolik faqatli bir yo'l. Amaliyotda pil chashqandan qo'rqidi degan qarash asosiy bir qism xato tushuncha va rivoyatlar sababli keng tarqalib ketgan. Buningda bir xil qarashdagilar chashqan pilning burni kiravelib, pilning nafas olishi qiyinlashish yoki g'idiqlanishni keltirib chiqara oladi. Shunga pil chashqanni ko'rsa bo'lakchil qo'rqidi deb qaraydi. Lekin amaliyotda pilning burnining qurilmasi alohida, muskullari taraqqiy qilgan va jonliq. Chashqan kirib olgan ahvoldami hargiz chashqanga bo'zak bo'lmaydi. Chashqanning uning burnining cho'nqir qatlamiga kirib ketishi texmi mumkin emas. Uning ustiga pilning tabiiy muhitda chashqan bilan uchrashish fursati ko'p emas. Ularning yashash odati va yashash muhiti o'xshamaydi. Shunga pil chashqandan hargiz qo'rqmaydi. Bu xil qarash faqat texmi ko'p tasavvur va mubolag'alashtirishdan hikoya bo'lib tarqalib ketgan xato qarash xolos.